Yana bitta voqea bor edi. Chigit voqeasi. Ha, Chigit voqeasi bular bu Surxondaryoda bitta unaqa paxta zavod. Surxondaryoda bitta paxta zavod. Bizlar birinchi shu Chigit tarozlarni Buxoro Xlopkopromiga qo'yganmiz. U уже unaqadan o'tgan. Sinovlardan o'tgan, juda yaxshi. Asli o'sha bunkerli tarozlar, Mexanatron degan firma bo'lardi Ukrainada. Mexanatron degan firma kelib o'rnatgan. Keyin biz ular bilan hamkorlikda ishladik. Shunday bo'ldiki, biz klient topamiz o'zimiz. Ular mahsulotni yuboradi, biz o'zimiz montaj qilamiz, remontini ham o'zimiz olib boramiz. Ular bilan 10 yil ishladik. Keyin bu yerda perevod unaqalar bo'ldi, urushlar yo'q bo'lganda shu 14-yilga urush boshlandi-ku, qandaydir borib kelish yoki pulni jo'natish muammo bo'ldi-da. Keyin bizlar уже necha yildan beri 10 yildan ishlab, shunday oldikda, shuni kopiya qildik. Nusxa ko'chirdik-da. Shuni qildik. Ozgina даже daravodga qilib, ulardan ham zo'r qildik-da. Ulardan ham zo'r qildik. Ularda masalan xatoligi 0.2% bo'lsa, biz o'shani 0.1% qildik. Yana unaqaga tushirdik-da, Hozir yana o'sha qo'l bola deymiz. Yana qo'l bola firmalar paydo bo'lgan. Ular ham xuddi bunkerni chiqaryapti-da. Bizlar masalan o'sha Chigit tarozini 85 million deyapmiz bizga. Ular 45 million deyapti. 40 million arzon. 40 million arzon. Bu yerda o'sha masalan massa zavodlarda, massa zavod chigitlanishadi-ku. O'sha olayatida, akasilarda qimmat, bizlar mana bu yerda 45 million olamiz deb olishadi-da. Keyin olgandan keyin dedi, cho'ta bizlar unaqa baraka topmadik deyapti-da u yerda. Qaytib bizga kelyapti. Endi masalan xatolik darajasi bor-da. Bizlarda aytdiki, bizga 0.1% xatolik darajasi, aniqligi. 0.1%. Ularda ana shu narsa baland. O'sha narsa 2,5-3%. Oho. 2,5-3%. Bizga 0.1, ularga 2,5-3%. Ana endi men sizga hisoblab beraman. Misol uchun, bitta massa zavod o'ldim deganda, o'sha eng kichkina massa zavodi 100 tonnalik bo'ladi. 100 tonna chigitni bir kunda o'tkazadi. Tarozidan o'sha chigitlar o'tkazib ishlab chiqarishga beradi. O'shandan yog' chiqadi-da. 100 tonna chigit. 100 tonna chigit. Endi buni 100 tonnani 0.1%. 0.1%. 100 kilogramga adashishi mumkin. Pogreshность. U bo'lsa, bu qo'l bolaniki 100 tonnaga 3%. Oho. 3 tonna degani. 3 tonna degani. 3000 kilo. 3000 kilogram. 3000 kilo. Bu yerning raznicasi 2900 kilogrammi? 1 kilogram chigit qancha turadi? 3000 turadimi? 3000. 3000. Endi qarang, bu 8 million 700 bir kunlik zarari. Har kuni 8 million 700 zarar. 700 zarar. Bu masalan massa zavod kamida 9 oy ishlaydi. Oho. 2 milliard 349. Ana endi 40 milliondan qochib, Pashti 200 ming dollarga tushadi. Ha, 200 ming dollarga tushyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni ko'pchilik tarozilarni adashish foizini hisobga olmas ekan. Da, foizga olishmaydi. U lekin o'sha shu narsalarga e'tibor berish kerak. Demak, aniqlik darajasi. Tarozilanish aniqlik darajasiga e'tibor berish kerak. Necha foizga o'zi pogreshность bo'lishi mumkin? Pogreshность masalan bizlarni 0.1% chigitga qilganmiz. Masalan avtomobil tarozi bizada bitta masalan bizga deleniya deydi, deleniya. Deleniya 10 kilolik. Masalan 40 tonnagacha bizlar tarozilarimiz 10 kiloga plus minus. O 10 kilogramga. 10 kilogramga. Eng maksimal 40 tonna chiqqanda. Masalan 40 tonnadan 100 tonnagacha bo'lganda 20 kilo plus minus ishlaydi. Keyin 100 tonnadan 150 tonnagacha ishlayotgan paytga 50 kilo plus minus. Tushunyapsizmi? O'sha boshqa kompaniyalarda, qo'l bolalarda ular sразу 20 kilo qo'yadi. 40 tonnaga 20 kilo. Sразу 20 kilo. Masalan, o'sha razisa plus masalan 100 tonnagacha bo'lganini sразу 50 kilo qilib qo'yadi. Demak, chigit tarozilar hozir bu 3% ga adashgan, mashina o'zi sezganmi? Bilib oldingizmi? Yo'q, men keyin unga hisoblab berdim-da. U aytayaptiki,
man unaqa qilmadim deyapti-da, cho'ta effektini ko'rmadim dedi. Men aytdim, mana shunday. Tekshirdingmi dedim. Borib tekshirib berdik, haqida 3% ga adashayotgan. Haqiqatdan 3% ga adashyapti. O'zi 3% ga adashyapti. Lekin u даже pasportiga ham yozilmagan, u qancha nima pasport ham bermagan ekanda u. Pasport ham bermagan, hech narsa bermagan, shunday sotgan tam. Haqiqiy qo'lbola tarozi bo'lgan. Haqiqiy. U firmaga chiqsa aka deydi, menga iltimos qilishdi, men pulini oldim, pulini. So'raganini qilib berdim. Firma o'ziniki ham emas, tushundingizmi? Levi firma, abnavoiy firma deydi-ku. Shunaqa.